Glikoliz reaksiyalari. Biologik organizmlar hayot davomida energiya talab qiladi va bu energiyani biz glikoliz reaksiyasi orqali olamiz. Ya'ni shakarni, glyukozani bir nechta reaksiyalar orqali ATF hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Sitozolda glikoliz glyukozadan piruvат hosil bo'lishidir. Ya'ni 10 ta reaksiya yordamida kechadigan jarayon hisoblanadi. 7-10 reaksiyalarda ATF hosil bo'ladi, 6-reaksiyada esa NADH hosil bo'ladi. Xo'p, endi har bir reaksiyani ketma-ket ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni aynan glyukozadan piruvат hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz har bir reaksiyada. Birinchi reaksiyada kinaza fermenti yordamida, ya'ni glukokinaza fermenti yordamida glyukoza 6-fosfatga aylanadi. Bunda ATF dan ADF, ya'ni ATF sarflanadi, energiya sarflanadi. Ikkinchi reaksiyada izomeraza fermenti yordamida glyukoza 6-fosfat, fruktoza 6-fosfatga aylanadi. Va keyingi reaksiya, 3-reaksiyada fruktoza 6-fosfat fosfofruktokinaza fermenti yordamida hamda ATF sarflanib, ATF yordamida fruktokinaza 1,6-bisfosfatga aylanadi. Bu jarayonda ham ATF sarflanayapti. Birinchi, 3-reaksiyalarda ATF sarflandi. Xo'p, keyingi reaksiya 4-reaksiyada fruktoza 1,6-bisfosfat lizis reaksiyasi hisoblanadi. Bu teng ikkita anaqaga uglevodga parchalanadi. Fruktoza aldolaza fermenti yordamida degidroksiasetofosfat hamda keyingi izomeraza fermenti yordamida degidroksiasetofosfat 5-reaksiyada glitseraldegid 3-fosfatni hosil qiladi va bu yerda ikkita glitseraldegid 3-fosfat hosil bo'ldi. Ya'ni fruktoza 1,6-bisfosfatdan hosil bo'lyapti hamda degidroksiasetofosfatdan hosil bo'lyapti. Tepadagi reaksiyalarda ATF sarflandi. Endi ATF ni hosil qilish reaksiyalarini ko'ramiz. Keyingi reaksiyada 6-reaksiyada glitseraldegid 3-fosfat degidrogenaza fermenti yordamida erkin NAD ionlariga vodorod ionini berib NADH hosil qiladi va bitta fosfatni biriktiradi. Vodorodni o'rniga bitta fosfat birikdi va 1,3-bisfosfogalitserat hosil bo'ldi. 1,3-bisfosfogalitserat endi keyingi 7-reaksiya yordamida fosfogalitserat kinaza fermenti yordamida ATF sintezlaydi, ya'ni 3-fosfogalitseratga aylanadi. Bitta fosforini ADF ga berib ATF hosil qilib, 3-fosfogalitserat hosil qildi. Xo'p, keyingi 8-reaksiyada mutaza fermenti yordamida 3-fosfogalitserat 2-fosfogalitseratga aylanadi. Ya'ni fosfat gruppasini o'zgartirib olyapti. Endi keyingi 9-reaksiyada enolaza fermenti yordamida fosfoenol piruvат hosil qilyapti. Fosfoenol piruvат. Keyingi 10-reaksiyamizda piruvат kinaza fermenti yordamida fosfoenol piruvatdan piruvat hosil bo'lyapti. Bu reaksiyada ham ADF dan ATF hosil bo'ladi. Ya'ni bitta fosfat gruppasini ADF ga berib yuboradi va ATF ni hosil qiladi. Endi ikkita piruvat hosil bo'ldi. Umumiy glikoliz reaksiyasida glyukozadan piruvat hosil bo'lgungacha 2 ta NADH hamda 4 ta ATF hosil bo'ladi. NADH-dan piruvat NADH ko'proq energiya hosil bo'lishi uchun bizga yordam beradi. Hozir uni ko'ramiz. Xo'p. Piruvat shu bilan ikkita yo'lga ketishi mumkin: aerob yoki anaerob parchalanishi. Glikogen agar parchalanganda glyukoza 6-fosfat hosil bo'ladi va bizga birinchi reaksiya, birinchi bosqich kerak emas. Ya'ni ikkinchi bosqichdan to'g'ridan-to'g'ri hosil bo'lib ketadi. Bu esa o'sha birinchi bosqichda sarflanayotgan ATF sarflanmay qoladi-da, qolib ketadi. Va shu hisobga bizda 3 ta ATF hosil bo'lib qoladi. Umumiy 4 ta ATF hosil bo'ldi. 4 ta ATF dan fruktoza 6-fosfatdan fruktoza 1,6-bisfosfat hosil qilgunimizgacha ketgan ATF ketadi va shu bilan 3 ta ATF saqlanib qoladi. Endi biologik organizmlarda glikoliz juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ularning harakatlanishi, ya'ni eng asosiy energiya manbai glyukozani parchalab oladi.